mudofaa devorining orasi mana shu yerda mana qarang. Hamma anaqa turibdi, zilzilaning asoratlari. Oldin aytaylik, shu askarlari o'lsa, shu oti bilan birga shuna haykal qilib ko'mib qo'yaverishganda. Butun o'sha katta otlar Xitoyga mana shu yerdan ketgan. 4 marta jang urush bo'lgan. U urushni 3 martasida yengib olmagan Xitoy, 4-chisida shartnoma tuzilgan. Mana biz shahar tepasida turibmiz. Buni mudofaa devori yana 20 metr balandda bu. Bunaqa mashinaqa qatnarxona qulab ketadi-da, daryoga Marshal Mirzo vafot etdi. Uzun davrda bu shu birinchi Renessans paytida ham shu Ahmad al-Farg'oniylar 200 dan ortiq askarlar bu yerda yashab ijod qilishgan. Biz ulamolarimiz hammasini bir qatorga qo'ysak, dunyoda shuncha yo'q. Hammasini birlashtirsa. Bu xatni aning uchun bittimimda ko'rgan soyiq xatimni meni yod ayla. Ko'pchilik kelganda bu yerda qanaqadir boshqacha aura bor ekan. Aura bor. Katta qurilishi bo'lyapti. Mana ramziy darvoza, mudofaa devorlarini qurdik, 4 ta muzey qurdik. Xudo xolasa mana bu yilgi tashrifda prezident tashriflarida ko'rib bo'ladi. Mudofaa devorining orasi mana shu yerda mana qarang. Hamma anaqa turibdi, zilzilaning asoratlari. Chunki bu yer tuproqqa unumdor bo'lganda. Ana shu paytda bu yerdagi eski tarixiy obidalar hammasi buzilib ketgan. Mana madaniy qatlamlarni ochib ketishganda. Oldin aytaylik, shu askarlari o'lsa, shu oti bilan birga shuna haykal qilib ko'mib qo'yaverishganda. Shunaqa bo'ylib chiqdi. Bu yerda ham ancha yil oldin yer qimirlab, ana tuproq tagida katta bo'ylik bor. Bu arxeologik bo'ylik, buni shunaqasi bo'lmaydi. Yana bosilib ketadi, ijod bo'lib. Shuning uchun bular bunaqa fundamentlarni allari qilib, muhofaza zonalari qilib, keyin mana shu sug'urdi. Qadimgi 1000 yillik suv yo'llari, uylar, xonadonlar, binolar butun turganda, bunaqa joyda 28 tasi o'rganilgan. Hozir endi o'rganib turib yo'q qo'yilgan, turpoq tashlab yana o'sha qancha o'chirgan bo'lsa, hozirgacha o'chirib, o'rganib, masasini olib yo'q qo'yilgan. Endi mana prezidentimiz mablag' ajratdilar, viloyat hokimi e'tibordan mana shu yerda endi mana uni yopyapmiz. Umumiy loyiha qiymatimiz 40 million dollar. Bu Marshal Mirzoning ramziy kattaxona. Kaptarga Ispoz bo'lganlar, shu kaptar uchayotgan paytlarda vafot etganlar. Bobur otalar. Yer shu darajada qimirlaganki, 9 mardan yuqori bo'lgan. Va 6 oy davom etgan. 6 oy yer silkinib turgan. Bu yerda 9 mardan yuqori bo'lgan. Saroylar, uylar, masjidlar, bozorlar, shaharda nimaiki bo'lsa hammasi vayron bo'lgan. Ahmad al-Farg'oniy mana shu yerda. Ismoil Somoniy mana shu yerda bo'lgan. Somoniy davlat asoschisi. Dovon davlati yerida o'sha Samoviy otlar. Mana O'shotaga bo'lib kelgan Siyamda o'sha otlar haykallari, boshqa haykallar. Butun o'sha katta otlar Xitoyga mana shu yerdan ketgan. 4 marta jang urush bo'lgan. U urushni 3 martasida yengib olmagan Xitoy, 4-chisida shartnoma tuzilgan. Otlar ketgan mana shu yerda. 1000 yil oldin bu yerdagi mana shaharlar mana shu o'ylada istiqbol bilan To'pli pol bo'lgan. O'sha paytda har bitta xonadonda rakvinalar, suvlar, qo'l yuvish vositalari, fan texnika xuddi hozirga o'xshaydi. Ko'rsani o'zi tepada shu katta muzey yaqinda qurishni boshlaymiz. O'sha yerda qo'lni hammasini o'chib, shunday ko'rsatib beramiz. Xullas uzun davrda bu shu birinchi Renessans paytida ham shu Ahmad al-Farg'oniylar 200 dan ortiq askarlar bu yerda yashab ijod qilishgan. Shu aslida askarlar shu Saljuqlar paytida boshqa Ahmad ibn Muhammad askari shu Ispaniya va Afrikada Imom Buxoriyni ta'lim o'sha hadis shunoslikni davom ettirib, butun Yevropa bilan Afrikaga hadisshunoslik maqtan olib turgan olim ham askar. Harbiy xat almash. Xatlarlar vazifasi xat almash bo'ladi. Boshqa tashqari va o'sha xatlarxonada o'sha xatlarni ko'rish boshqa jarayonda bunaqa mashinaqa xatlarxona qulab ketadi-da,
daryoga Umarshayx Mirzo vafot etdi. Xitoy qadimiy poytaxt Isyanga borib ko'rib hayron qolgandik Kotovskiy. Xuddi shunaqa joy bizda ham bor. Askan shu uchun ishlarimni olib keltirib, yil boshidan mashg'ulotni ko'rib, tariximizni bilib, Bobur bobomizni ruhlaridan madad berib, yana mana shu haligimizni ishlarimizga rivojini so'rab, shu ishchilarga bir mana shu paytdagi haligini ruhi deydimi, boshqa deydimi, kuch-quvvati deydimi, mana shu yerdan olib ketaylik. Akkumulyatsiya deyishadi. Juda to'g'ri aytdingiz. Mana ko'pchilik kelganda bu yerda qanaqadir boshqacha aura bor ekan. Aura bor. Aura to'g'ri. Aura bor. Men ishonaman, bu bilasizmi, bu boshlanish. Bu boshlanishi mana shu haqiqatan siz to'g'ri aytyapsiz, bu qazilmalar tagida ancha bizning boyligimiz bor, bizning tariximiz bor. Biz juda tagi boy xalqmiz. Bizdagi hali aytdimmi, bu bizlar agar biz ulamolarimizni hammasini bir qatorga qo'ysak, dunyoda shuncha yo'q. Hammasini birlashtirsak. Shu uchun tarixni o'zligimizni bilishimiz, tariximizni bilishimiz biz majburmiz, biz bilishimiz kerak. Shu uchun mana bugun ish bo'lsa ham, ozginali ekspertimiz ko'p, shu yuriylarga bir aylanib mana shu yerga bir havoni almashtirib keladi. Rahmat sizga. Bu 13 asr boshlanadi. Mana bu yer ostidan kelayotgan suv to'xtagan deb yozilgan kitobda. Nimaga? 13 asr boshlatib takror Mo'g'ullar hujumi davri bo'ldi. Mo'g'ullar kelganda shaharga hujum qilishgan. Shaharni olisholmadi. Mana biz shahar tepasida turibmiz. Buni mudofaa devori yana 20 metr balandda bo'ldi. Tasavvur qildingizmi? O'zi tepada turibmiz biz. Shahar tepada. Mudofaa devori yana 20 metr tepa bo'ldi. Yeni 5-6 metr. Yo'lni ola olmagan. Daryoga tushadigan jamiki suv yo'llarini qamal qilinglar dedi. Ular suvsizlikdan qiynaydigan bo'lsaydi, o'zlari taslim bo'ladi. Hijron aro yod etib meni shod ayla. Mahjur ko'ngilni g'amdin ozod ayla. Bu xatni aning uchun bitdim munda, ko'rgan soyi xatimni meni yod ayla. Bu oramas, bu suv yo'li. Suv yo'li mana tunnel, ko'ryapsizmi? Bir kishi bemalol harakatlangan ichida. Bir vaqt o'zida ham Erondan, ham Italiyadan mehmonlar kelib qoldi. Endi mana suv yo'lini rosa tushuntirdi. 16 kilometrdan kelgan, juda mukammal suv yo'li desak, Eronlar aytdiki, "Ey o'rtoq, bizda qorizlar bor. Har 50 kilometrda o'sha naqalari bor. Yerost suv yo'lida aholini ta'minlagan. Eronda o'sha qoriz sistemasi bor. Hozir ham ishlaydi. Endi Italiyalar aytdi, bizda akveduklar bor. Bundan mukammal, bundan qadimgiroq dedi. Yo'q dedi. Qoriz dedim.
akvedukdan ham mukammalroq bizning sistema. Erondagi qog'ozlar juda katta kilometrda suv yo'llari, quduqlar, yer ostidan suv o'tadi va har 50 kilometr, 100 kilometrda quduq qilib qo'ygan. Dushman kelib, hali quduqqa zahar tashlashi mumkin. Bu xavfsiz emas dedim. Akveduklar ochiq. Yo'q, yer ostida har 50 kilometrda quduq ko'zi bor-da. Akveduklar dedim, akveduklar tepadan o'tib ketadi, yerlardan o'tadi. Keyin haligi jarliq kelgan mahalda baland yumaloq qilib suvni tosh bilan haligi latorada olib ketgan. Uni bemalol haligi katta qurilmalarni buzish mumkin dedim. Bizniki mana 16 kilometr masofadan kelgan joyda birorta joyda ochiq joy bo'lmagan. Hammasi mana shu o'zi kirsangiz, mana shu odam bemalol yuradi. Metro uslubida qurilgan. Agar jarliqqa kelib qolsa, suv pastga yo'rilganda haligi quvurlar pastga tushgan, keyin bunday yurgan, keyin tepaga fizika qonuni bilan chiqib ketgan. Shu relyefga qanaqa bo'lsa, suv shunaqa qilib yo'naltirilganda, qara o'sha paytda apparat bo'lmagan, nivelirlar bo'lmagan. Desa aytganimdaki, haqiqatda bu mukammal sistema ekan dedi-da. Mana o'sha haligi boyaga cherda ko'rgan suv yo'lini mana shu bir mana g'arbiy tomonga o'tgan qismi. Mana yo'l bo'lmagan 50-yilda. 50-yilda Zadaryo tumani ham bo'lmagan. Mana yo'l ochilgan qachonki, keyin mana tuman paydo bo'lgan. Bu paytda to'qayzorlar o'sha tashlandiq joyda bo'lgan bu yo'l. Mana o'rtadagi joyi kesib tashalgan. Bo'lmasa asken mana shu tepa bilan bir xil bo'lganda.